Navbatdagi o'rnatuv jarayonimiz Navoiy viloyati Navbahor tumaniga avtomatik rolstarniy temir stalnigini o'rnatib berdik. Darvozamiz bo'yi 3.25, eniga 2.95 bo'lgan. Jarayonimiz bitdi. Mana cherdan o'rnagan holati. Katta radio blok, svet bo'lmagan urushning holati. Orqasidan ko'rinishi, yonida kaltkasi ham bo'ladi. Uy egalari kaltkasini o'zimiz yasab olamiz deyishdi. Komplektimizda ikkita pult. Orqadan ko'rinishi. Darvozani narxiga keladigan bo'lsak, ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Kvadrati $90 dan $140 bo'ladi. Darvozamizda 5 xil rasvetkada ranglari bor. Unda darvozamizni mahsulotga keladigan bo'lsa, ich peni pokakli 2 qavatli bo'ladi. Diametrlari 77 ga, qalinligi 19 bo'ladi. Peni pokaklik shuncha oqimga yaxshi, issiq sovuqqa chidamli, kraskasi o'chmaydi, ko'chmaydi. Juda yaxshi holat.